Do'stlar, men Moskva shahridaman. Katta здание bu общежитие. Bu чистый, hozir реальный student xonasi. 1300 to'laysiz. Registratsiya hammasi ichida. Tok, elektrичество вообще o'ylamaysiz. Qancha stipendiya oladi? 2300. Bu o'zini ham populyar ekan. Общежитие. Bepul ekan-da bunisi. Yashash bepul. RVPO. RVPO. Mana shu O olgan. Hozir sizda bo'lmaydi. Qani ko'rsating. Разрешение временного проживания в целях получения образования. Bitta solishtiraylik RVPO bilan RVPni. Разрешение временного проживания. Ko'ryapsizmi просто RVP. Образование. Да, в целях получения образования. Men hozir o'qishga kirsam, men RVPO ola olamanmi? Harakat gazini sразу bossa, расслабиться qilmasin. Xuddi mana shunaqa olaman. Dokumentlarni yozilgan 38 kunda chiqadi deb. Bu joylarni ko'rsatishni o'zi nerealni. Realni kelib ham o'qib, ham ishlagan bo'lardi. Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Rahmonov Rustam. Do'stlar, men Moskva shahridaman. Topoviy Rossiya bo'yicha birinchi o'rinda turgan universitet MGU yonidaman. Dunyo bo'ylab top 1000 talikka kiradigan universitet. Nima uchun bu yerdaman? Arslonbek Alimardonov nomer 1 musofirlarga o'qishga olib kirib qo'yish va ularni o'qishida yordam berish, gрамотный bo'lishga sababchi bo'lgan inson. Sabab qo'shadigan. Men Arslonbek Alimardonov 3 ta diplom sohibi. Shunaqa. Hozirda o'zimda Preobrazovание kompaniyam bor. Preobrazovание bo'yicha bo'ylab minglab studentlarga student bo'lib, studentskiy hayot qurishda yordam berib kelyapmiz. Gap yo'q. Bugun biz Qayerga boramiz, nima qilamiz, nima bo'ladi вообще? Hozir уже bahorni 12-kuni. Bu degani hammani ichida qurt qimillagan, qaysi universitetga topshirsam, deputat bo'lsammi, prezident bo'lsammi, qidirib yuribmanmi? Medik bo'lsam. Medik bo'lsammi? Hozir nomer 1 universitetdan tortib, nomer не 1 universitetgacha любой sohada budjet deydimi, kontrakt deydimi, vakansiyalar ochiq. Ochiq. Shuning uchun biz o'tgan yili meni og'zimga rosa urishdi, reklamani kech beribsizlar-da deb. Mana hozir zaranga beryapmiz. Keyin ko'raman nima atmaska qilar ekan bular. Bekorga bu nomer 1 universitetda oldida turganimiz yo'q. Biz bugun Rustam akani sizlarni olib kirib universitetga Uni ko'rsatamiz. Shart-sharoitlarni. Studentskiy hayot qanday yashayapti, qanday RVP olgan, qaysi darajaga kelib turibdi hozir polностью ko'rsatib berish sharoitini yaratamiz. Bu juda ham muhim. Hozirgi kunda o'qib, qanday qilib RVP olsa bo'ladi? O'qishga kirgandan birdan RVP oladi. 38 kun ichida. 38 kun ichida. Tushunyapsizlar-a? O'qishga kirasizlar, hozir 1 oy ichida. 38 kunda RVP olasizlar. O'qish tugatgandan keyin birdan vид на жительство olsanglar bo'ladi. Shunaqa. Bu вообще moshini mavzular haqida ko'taramiz. Yashash joylar. Yashash joy Moskvaning sentrida zo'r sharoitda bor yo'g'i 1300 rubl oyiga Moskvaning sentrida yashaysizlar. Xullas, videoni ko'ringlar. Shu video rolikda o'qishga kiraman degan do'stinglarga yuborib qo'yinglar, обязательно. Arsonning telefon raqam, kontakt hammasini qoldiraman. Moskva, Sankt-Peterburg, hamma joydan Rossiya bo'ylab murojaat qilishingiz mumkin. Tak что gazini bosing, Arsonning ofisiga boramiz, universitetga boramiz, общежитиеga boramiz. Xullas, ko'ringlar. O'ylamaslarga yo'qadi. Do'stlar, biz yetib keldik. Moskovskiy Politexnik. Katta здание bu общежитие. Aha. Misol, o'zimizga yashaydimi? Hozir topamiz. Men shuning uchun spontanno bo'lsin deyapman. Aha. Bez fonogramma. Aha. Hozir ichkari kirgizib, universitet o'zini xonalarini ko'rsatadi. Aha. Biz universitetning planini buzamiz. Aha. Universitetning planini buzamiz. Biz o'zimizning studentlarni topamiz. Как раз таки нас тут встречает начальник нашего отдела международного, это Алина. Здравствуйте. Да. Алин, пожалуйста, расскажите пару слов про нашего вуза и общежитие в целом для студентов. Что
Добрый день. Здравствуйте. Итак, сейчас находимся рядом с первым общежитием нашего университета. Общежитие у нас 11. Большое число. Не каждый университет может похвастаться таким богатым фондом общежитий. Общежития разного типа. Есть блочного типа, есть коридорного типа. Сейчас мы в общежитии блочного типа. Общежитие находится по адресу Малая Семеновская, 12, рядом с метро Электрозаводская, и с одним из корпусов нашего университета. Пойдемте посмотрим. Очень интересно. Да. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ishlar bo'lyapti? Sog'. She'rdami? O'zbekский не понимает. На таджикском. Ha, tojik, ha. Chiqaradagi ko'rib, soda. Так, вот холл. Aha, shu yerdan kirib Холл. kelishimiz. Да. Это вот как nima anavi borku общажный жизнь bo'ladi, serial ham bo'ladi. Shuni ham qo'yaversin orasiga. Да. Прям вот shunaqa vibe. Univerda. Да, универ, да. Вот. Заходим, тут турникеты. Bu yerda И- nima propusк bilan kiradida? Да, hamma общежитиеga пропуск beriladi. Да. И вот отсюда давайте зайдем. Давай, kiramizmi? Это комната отдыха, Ha, dam olish xonasi. Dam olish. То есть xona tepada charchasangiz, Aha. pastga Kirib tushasiz, kitob o'qiysiz bu yerga. o'tirasiz, pianino bor. Bu yerda krug stol qilib, tam yangi yilda kim общежитиеda qolsa, o'tiradi, yerda- stol, движ-миш. Ну, короче, hamma kim pianino o'ynay olsa, pianino olib tangirdim, там начинается Yaxshi. такой zona отдыха. Chill zonada. Chill zona, общежитие, televizor bor, Hammasi qo'yib bor. qo'ydi, kolonka bor, pianinolar, hamma narsa, stol olib o'zlari qanaqa qo'yib oladi. No, на самом деле keyin oxirida как есть tashlab ketish kerak. Qanaqa turgan bo'lsa, o'sha holatda tashlash. Общежитияni o'ziga yarasha pravilalari bor. Uni komendant sizlarga kirganda sразу hammasini cho'tga tushuntiradi. Bu qiyin emas-ku? Yo'q. Odobli bo'lish, axloqli bo'lish. Ha, nos chakmaslik, sigaret chakmaslik, shular hammasi kiradi ichiga. Kiradi. Да. Burchakka tufurmaslik kerak. В принципе, элементарный просто odam bo'lib berish kerak bo'ldi. Unaqa жесткий hech qanaqa pravilasi yo'q. Zo'r. Hammasi. Не шуметь, qo'shningizga xalaqit bermaslik. Ну, men bu yerga kelib, в том числе meni общежитие ko'proq tarbiyalagan. Aha. Men ruslar bilan tushganman. Ruslar bilan tushganimda menga aytishganki, что men yotgan paytim naushnik taqqan. Uydagilaring bilan baland gaplashmagin. Men ham bu yerda pul to'layapman, men ham yotibman, boshida urmoqchi bo'lganman. Keyin menga tushuntirgan. Yo'q, tushuntirgan aytgan. Ur, aytishlaring qilmasam o'zingdan ko'rasan degan. Ну, shunaqa sekin-sekin sizga неудобный qilib gapiradi. В итоге bu narsa sizga foydada. Foyda. Zona sport zali. Emblemani ko'rsatyapti. Aha, Sport zali. Jetini, yaxshi. Qarang. Bu yerda hamma sharoit bor. Ha. Bu sport zal o'sha 1000 Alin, я когда жил, здесь 700 рублей стоило за месяц. Сейчас Сейчас если бесплатно Бюджет. бюджетная основа, тогда около 1000 1000 рублей. rubl Месяц. в месяц. Месяц. Kontraktda o'qiydiganlarga 4,5 rubl. Oyga. Oyga. Sport zal. Yo'q. Ha. Ichida. То есть 4,5 rubl kontraktda o'qiydiganlar uchun oyiga, bir oyga. 1000 rubl budjetda o'qiydiganlar uchun. 1000 rubl. 1000 rubl budjetda. Buning ichiga o'qiydi. yashash, sport zal, sport zali, kommunalka, mana shu общежитияni ichidagi, Registratsiya. ну, registratsiya bepul. ha, Просто- chiqamiz kiradi ichiga. Да, bu universitet, ну, как бы обязуется, да, qilib berishga. Да, ну. Majbur. Серьезно? Да, chunki universitetni помещениясida turibdi-da. Universitet обязан o'zini registratsiyasiga olib, universitetga qaramog'iga olish. Ha. То есть очныйlar nimaga men больше части очныйni ko'ringlar deyapman. Очныйda вот har qanaqa nasionalnostdagi studentlar. Nasionalnost almashuv, traditsiya almashuvi, urf-odatlar hammasi almashib o'zbekda bo'lishi ko'rsatadi. Tojikistonliklarda bo'lishi, endi biz Tojikiston, Qirg'iziston biz qo'shni davlatlarimiz bir-birimizga. No, Vyetnamdan kelganlar bor, hozir Afrikadan ko'p kelyapti, Bangladeshlardan ko'p keladi. Qiziq Xitoy- yo'qanda 1000 rubl budjetning uchun, kontraktning uchun 4000 rubl. Men tushunyapman nimani so'ramoqchiligingizni. Sharoit qanaqa yashashda? Xonaga kiraylik. 509. Men 505 da yashaganman. 505 yashayapsiz? Bu 509. Ha. Aha, bu yerda qanaqa? Siz tushuntiring. Qarang, Mana kirib keldingiz. Mana bu kirish Bir bo'lsin. xonali kvartirada. Mana bu narsalar bor-ku, Aha. bu studentlar tomonidan qilingan. Tipa bular o'zi uchun yaratib oladi sharoit. Art dekor deydi. Art dekor, короче, shunga o'xshagan narsa. Bu yerda tualet, bu yerda vanna. Da? Da. Tualet, Tualet vanna. и ванна.
Вот blokka kirasiz. Aha. Bu yerda отдельный комната. Bu yerda Bu отдельный. yerda qizlar yashaydi, bu yerda bolalar. Yo'q, yo'q, yo'q. Bitta blokda bitta pol yashaydi, Aha. erkak kishi. Nargi blokda, nargi xonada ayol kishi yashashi mumkin. Bizning xalqimiz uchun agar nima bo'ladigan bo'lsa, bir qator ayollar yashaydigan podyezdlar ham bo'ladi. U ham bor. Yoki ham kirsa, отдельный joy. Xonani ko'rsating menga. Bu чистый, hozir realniy student xonasi. Da, обычно bor-ku, bu yerda bardak bo'lish kerak. Abdurazzoq ham bizning studentda bu. Sizni xonangizmi bu? Da. Da? Keling. Qayerga yashaydi? Tepadan, pastdanmi? Stepan. Yaxshi. Bular рабочий stol. Aha. Чистый shu yerda yashashda, ha? Uni o'xshab. Холодильник bor. Bu nima? 3D printermi? Ha, bu sosetniki. Siz bilan birga yashaydigan bolaniki. Bu yerda izobretat qiladi-da. Men qarang, bu hammasi gap bo'lishi mumkin-da. Bir oyda real necha pul to'laysiz? Mana shu objektga uchun 1300 rubl. Bu siz ochingda-da bu. Ha, ochdi budjetda. Qanaqa yo'nalishda o'qiysiz? Strategiya. Ha, 1300 to'laysiz. Registratsiya hamma narsa ichida. Hamma narsa ichida. Tok, elektrичество, вообще o'ylamaysiz. Hammasi общий 1300 rubl. Mana qarang, plyusi minusi bor-ku baribir. Plyusi nimada-yu, minusi nimada? Plyusi dokument qilmaysiz, o'qiz, Yuraverasiz. yuraverasiz. Bitta Yashash joyingiz bor, konkretniy. Da. Aha, Bu yerda menimcha musofir yurganlar bu yerda yasholmaydi, aha. kvartirada. Ha, shunaqa. Bardak, boshqa O'zi xonangiz bor, 8 o'zi ming, 7 joyingiz ming bor. to'laydi, hozir bu yerda 1300 to'laymiz. Bu yerda faqat 2 kishi yashaysizlar-da, to'g'rimi? Ha, bitta xonada 2 kishi yashaymiz. Yaxshi. Minuschi? Minus tarafi yo'q. Hammasi plyus. Men bilaman minusini. Ha. Minusi bular linsay. Nimaga? Linsay bo'ladi-da. Воля на себя переходит. То есть bular samostoятельно bo'lib o'ziga o'zi xohlasa yotadi, xohlasa turadi, xohlasa yig'ishtiradi, xohlasa yig'ishtirmaydi. Hayot mana qanaqa? Universitet uzoq emas ekan. Men ko'rdim. Biz piyoda keldik, 3 minutda, 4 minutda keldik. Mana qarang. Ertalab turdingiz, paraga ketdingiz. Keyinchi Para tugaydi yana xonaga. keldingiz, yotdingiz. Bu yerda internet bormi? Ha? Da, Wi-Fi bor. Bepul. Бесплатно. Besplatno, конечно. Hamma sharoit bor. Dars qilasizlarmi? Da, pastda xonalar ko'rdik. Aha. Pastda o'sha bemalol o'tirib dars qiladi. Ver вообще. Просто biz ertalabga keldik-da. Ha. Hozir hamma studentlar parada. O'qishda. Kechqurun kelganda bor-ku, ближе к 8, 7, 8 larga. Mana bu yerda to'la bolalar bo'ladi. Hammasi xiring-xiring, ha-ha-hi-hi. Короче, Qizlar, bolalar ha, o'tirishadi, bu yerda unaqa nima yo'q. Yana ertaga o'zbek o'ristolga kelib o'tirib qo'ysa, sevib qoldi degani emas. Yo'q, нормально просто o'tirib gaplashyapti bular. Дружеские отношения. Ну вот, mana bu yerda как раз таки rasmlarni qo'yganda, где они там вечеринка устраивать qilib, tuzovаться qilganlarini. Men o'zim esimga tushib ketib, nostalgiya bo'lyapti-da menda ham. Biz rosa ko'p mana shunaqa yig'ilishlar qilardik, собраниялар qilardik-da. O'tirib, kimda qanaqa muammosi bor? Ana o'qituvchi qanaqa? Bu o'qituvchi qanaqa? U o'qituvchiga qanaqa podxod qilish kerak? Mana bu o'qituvchiga prosta bor qo'yib beradi. Bu o'qituvchiga qatnash kerak, hammasini vovrim. Mana shunaqa gap so'zlar. Biz faqat o'qlaymiz-ku. Da, bu yerda qo'laymiz. Qarang, bu qo'shningiz вообще bundirkin ekanda, nima qilgan bu yerda? Bu nima? Zadachalarni qarang mana. Zadacha. Ha, bu o'ziga-o'zi. Развитияларni qarang. Bu, значит, u o'tiradigan nimasi? Da, o'zi o'tiradigan joy. O'zini joyi uгологida, ha? Ha, siz uгологingiz qani? Mana o'zi. Haqiqiy joydarsiz. Biz sizga обязательно kola, обязательно choy и зарядчик. Bo'ldi, boshqa narsa. Krasavch. Siz pastami? Da, Siz pasta. Bu bola tepada. Buni qarang, tepada joyda qarang. Pastdagi joyda qarang. Ne, hazırlashyapti. Yo'q, bu nima ajratish emas. O'zga-o'zi задача qo'yadi. Ideyalarni qarang. Ideyasini o'qiylik. Qarang. Bu 3D printerda nimadir pechat qiladi. Mana shu уголок видно-da, что как бы menda ham shunaqa edi. Отлично. Siz joyingiz? Siz birinchi kurs. Siz birinchi kurs, ha? 4-kurs. Ha, 4-kurs qaranglar-da. Mana bu hamma orzulari bu. Tushunishimcha, mana полный orzulari-da. Buni zadacha ideyalarini ham ko'rsating-da, o'risi. Mana bu yerga mana рабочий xonasi joy. Mana bu 3D printer. Mana bu mana maqsadlar, nimalardir, короче, bu yerda ideyalari. Gap yo'q lekin.
qarang. Man so'raydi. Abdurazzoq sizga diskomfort nima? Конечно. Bu bilan yashash? Ana shunda o'sasiz. Ya o'zbeklarda ham gap bor, qovun-qovunni ko'p rang. Ha, rang oling-da faqat. Rang bermang. Buni buzmasangiz bo'ldi. Rang bering faqat. Ay, biling. Gap yo'q. Maza. O'zi qayerdan? Surxondaryodan o'zbek. Voy. Siz qanday qilib bunday kalangizga keldik o'qishga kirish? Shu yerda ishlab yurardingmi, O'zbekistonda o'qish uchun Ishlab keldik? yurardim men. Nima ish qilib yurardingiz? Ana shu. Bitta elektrik ishlardik. Короче, stroykada elektrik Da, edingiz. stroykada. Keyinchi Chasni ishlardik. yoshingiz nechida? 2003-yildan 22 yoshda. 22 yosh. Qarang, buni elektrik bo'yicha ishlab yurdingiz. Qanday fikr keldiki, shu o'qishga kirish? O'qimasak bo'lmaydi dedi. Unda yurish jonga tegdi. Keyinchi Keyin ser tanish bilish orqali topdim. Aslonni topdingiz. Aha. Gaplashdim. Hamma. O'tgan yil bo'layotgan voqeada. O'tgan yozda. Aha. Keyin mana qarangda, o'qishga kirish. Mana siz ruschani yaxshi bilasizmi? Yo'q. Yaxshi bilmadingiz. Yo'nalishingiz yana bir marta eslating. Arxitektura. Arxitektura. Bu Qarang, Ideal 2000 dollar. edi. Aka, bu bolaga yaqinroq yursangiz yomon o'sar ekansiz. Yo'q, zo'r. Buni qarang 3D printerlarini. Bu вообще qimmat narsa turadi mana bu. Da? Bu короче, bu bor-ku texaryak. Zakaz olib, udalyonka. Ha, shu yerda ishlar. Shu yerda ishlar O'zini o'zi sotadi. kunni ko'ryapti-da. Ha. Ham ishlayapti, ham sotyapti, nimalardir qilyapti. Chaqir shukur qayerda bilasizmi? Nimaga u narsalarni bilmaysiz? Men hammasidan olib qo'yardim. Xolodilnikni ochardim, ertalab turib, tuxumim qolmagan. Mana studentning xolodilnigi. Mana shu bilan interesli. Men turardim, uyiga borib keladi-ku bular. Men borib, короче, mana tuxum qolgan-ku ikkita. Ikkitani olsam bilib qoladi demasdim. Olardim, chaqib yeb qo'yib, olsam beraman deb. Esdan chiqib ketardi. Bunda bo'lmasa, narigi xonaga kirardim. Yo'q. Mana shunaqa, kimni eshigi ochiq bo'lsa, kirib xolodilnikdan narsasini olib chiqardim. Qaroq. 50 dollarga yashardim-da. Yashashim kerak. Hozir nech pul sarflaysiz bir oyda? Bir oyda taxminan 20 ming, 15 ming ketadi. Siz 20 mingga ne deydi, qarang. 20 mingga siz ko'chadan ovqatlanasiz, to'g'rimi? Da. Ovqatlanish ko'chadan. Ha, o'zingiz tayyorlamaysiz. Yo, qani, choy kola turibdi. Faqat hazmga keladi bu yerga. Men 20 ming 5 ming, 4 mingga yashaydi. Student 5 ming, 4 mingga bir oyga yashaydi. Agar ovqatini shu yerda qilsa, hozir kuxnyaga o'tamiz. A, kuxnya ham bor. Kuxnyani ko'ring. Siz kuxnyani so'radingiz. Har bitta etajda kuxnya bor. Отдельно, короче, плитаlar. 1, 2, 3 plita, mikrovolnovka и также холодильник. Общее пользование. 3 ta plita. 3 plita. Probka bo'lib qolmaydi. Yo'q. Любой vaqt kelib, tuxum qovurib, kelib ketaverasiz. Birga. Aha, yuvadigan joy bor. Da, hamma sharoitlar yaratilgan. Bu yerda mikrovolnovka xonada mumkin emas. Mana shunaqa elementarniy narsalar. Mikrovolnovka mumkin emas. Xonada mumkin emas. Plita mumkin emas. Xona mana shunday chiqiladi. Papa. Endi kому как повезет. Boshidagi xonalar bo'lsa, ozgina yuradi. Shu ham erinasizda, shunisi vaqtga chiqadi. Oxirdagilar shu erinadi shunga ham. Mana ham gastrolni qo'yib kelgan deydi. Mana bu xolodilnik. Aha, bu olib chiqildi. Da. Lekin bu yerga hech kim hech narsa qo'ymaydi. Nima-chi? Yo'q, bo'ldi. Voy, buni qaranglar, meni davrimda shunaqa bo'lgandami? Bepul eganda, значит, 50 dollar chiqarmanga. Aha. Xonalar ko'radi, yana bitta menga просто интересно. Voy, o'sha xonalar интересно. Mana yana xuddi shunaqa xohlagan joyimizga burilib ketyapmiz. Bu yoqda ham bor. Bu yoqda ham bor, bu yoqda ham bor. Endi qarang, shunda блочник. Aha. Bu tarafda. Yana kiramiz. Qarang, bu xuddi hammasi bir xil. Bir xil tempda. Bir xil tepda. Kiriladi. Bu yerda tualet. Mana tualet, bir ko'rsating hali. Endi shunaqa tualetlar. Endi tualet bu normalda. Apshir. Bu yerda mana vanna. Bu Shampullarni ham olmasdim. nimaga? Что kim qoldirsa, men cho'milardim. Короче, общежитияni shunisi zo'r, bepulga yashaysizlar. Bu xona, bu yerda boshqalar Bu yashaydi. yerda hozir ozgina behurmatsizlik bor, operatorda qarang, baribir boshqacha. Mana oyoq kiyimni yechib kiradi bular. Biz endi uzr so'rab kiramiz. Yo'q, yechib kiramiz. Yechib kiramiz. Ha, конечно. Mana qarang, hozir siz shu yerda yashaysiz. Mana birinchida yashayman. Mana shu yer sizniki. Realni yashaysiz. Realni yashayman. Yo'q, demoqchimanki, boshqa joyga bunaqa jo'rlarda oldiga ketish nima yo'q. Oldin sentyabrgacha kvartirada turardik.
Aha. Keyin bet apshaga chiqdi, уже kvartirani ham topshirdik, keyin boshqa iloj qolmadi, o'sha yoqqa kelmaysan. Kvartira og'irlik qildi. 25 mingdan. Ha, har oy. RVPOga ham dokumentlarni qilib berganman. RVP olganmisiz? Endi Endi. Aha. RVPO RVPO. mana shu O olgan. Hozir sizda bormi RVP? Bor. Qani ko'rsatingchi. RVPO. Ha, nima RVPO? Men bu yerda Ilhom bor. Bu bola universitetni bitirib topshirdi RVPga. Aha. Universitetni Bitirib RVP olsa bo'ladi. Hozir shunaqa qonun bor-ku. diplom Ha, asosida. diplom asosida RVP. Qani? Bu universitetni asos qilib olgan. Mana Buni ko'rsatsak bo'ladimi? bo'ladi endi. Mana nimalarni yopaman? Danlarini nima qilib tashlab. Danlarni yopaman, endi mumkin emas. Qarang, разрешение временного проживания в целях получения образования. Bu как RVPda. RVPO bu. Hech qanaqa dokument qilmaysiz. Yo'q. Вообще hech qanaqa. IP ochsa bo'ladi. Ha, IP olsa. Самозанят, IPT, IPO ochib olsa bo'ladi. Qarangda, maqsad o'qish, faqat o'qish bo'lgan. Bu yerga kelishdan oldin. Bu yerga kelib o'qish, ketish. Yo'q, unchalik emas. Endi maqsad bo'lgan, endi chekka chiqqandan keyin nimadir qilmasak o'zimizga bo'lmaydi-ku baribir. RVPni bitta solishtiraylik, RVPO bilan RVPni. Farqini qani bir Ha. ko'rsatingchi? Просто bularniki bor-ku, ochni RVPO bu уже nima deydi? Hozirdan sen harakat qilsang, уже bitta firma ochib, короче. Bu RVP. Da, qarang, bu bu yerda. RVP. Qarang. Ha. Разрешение временного проживания. Ko'ryapsizmi? Просто Bu yerda RVP. образование Да, dedi. в целях получения образования. Ikkalasi почти bir narsa, но bu yerda разрешение временного проживания. Ikkalasi ham o'qishda asos qilib olgan. Bunisi universitetni tugatdi, diplom qo'liga oldi, dokument taxlab berdi, borib topshirdi. 3 oymi, 3,5 oyda chiqdi. Bularniki kechroq chiqadi. 3,5 oy kutdi. Короче, men hozir o'qishga kirsam, ochiniga. Men RVPO ola olamanmi? Ochniga kirsangiz Ha, ham qanchada olaman? 2 oy. 2 oyda men Agar RVPO srazi olaman. kirib, srazi topshirsa, harakatni, gazini srazi bossa, расслабиться qilmasdan. Xuddi mana shunaqa olaman. Srazi Dokumentlarni yozilgan 38 kunda chiqadi deb. 38 yo'g'i? kunda ertachiroq chiqadi. Necha pul berasiz? 1300. 1300, siz ham 1300. Hamma budjetda o'qiydiganlarga 1300. Kontraktda o'qiydiganlarga 4,5. 4,5 ha. Sizdan men savol kutdim. Nimaga mana bu tekinxo'rlarga arzon? Aha. Ana bu ham kontrakt to'layotganlarga yana 4,5 ming общежитие qimmat. Aha, nima uchun? Deganda sizga qiziq bo'lmadimi? Yo'q, endi nima uchun? Men Я просто даже не знаю. bilmaysiz. Ham bilmayman. Nimaga unday? Realni. Politika shuna. Ular yana stipendiya olmaydi. Bular oladi. Siz qancha stipendiya olasiz? 2300. Bu o'zini o'zi ham qo'plar ekan. Общежитие. Bepul ekan-da bunisi. Yashash bepul. Холодильник to'la. Sessiyani Internet bor. Internet bor. Siqqina joy. Bular bor-ku. Bu orada menga telefon qila olmaydi. Ana за счет друга звонить deganni bosadi. Nimaga qilmaysan desam, aka, jalka men 700 rubl oylik to'lov to'lashga internet bo'lsa, apshaga kirib qilaman sizga deydi. Men aytaman, sizlar вообще обалдели. Siz kim bilan yashaysiz? Bu yoqda bitta o'ris turadi, bu yoqda bitta o'zbek, o'zimizdan. Qayerda o'zbek? Mana tepada. Ha, ikkita o'zbek joyda qarang. Egallar. Bu yoqda o'ris turadi. Ha. Endi Bu yerda ishlaydigan joylar bu yerda. Endi qarangda, bu yerda bularga не повезло, чуть ozroq remonti bilan. Но этот ремонт нормально считается. Aha. Bularga men minmat aytdim, bitta rulon olinglar, 2000 turadi. Mana shu yerga bitta rulon yetadi. Aboy. Shu ham kerak emas-da bularga. Yo, o'zi remont qilmoqchimiz, просто Men qarang, hozir patologi bilan borish kerak-da. Men aqllilarda, hozir mana aytdi-da, agar 60 ming pul ketib qoladi. remont 50 ming, 60 ming, o'zingizlarni 4 yil yashaysiz shu yerda. Endi pul yig'ib sekin bosamiz. Aldash qarang. Nimaga? Linchay aytayapman-ku, общежитияni no tarafi 0, minus 15 deb hisoblayman. Linchay bo'lasiz. Nimaga? Erinchoq bo'lasiz. Nimaga? Sportzal pasingizda. Aha. Kuxnya mana. Ro'parangizda. Agar bironta bir podrushka topib olsangiz, ovqat ham bepul. Faqat yotasizda, tushunyapsizmi? Конечно, organizm o'rganadi. Sekin paraga borsammi, bormasammi deb uxlab qoladi. Men qarang, minus haqida gapiring bu yerda. Endi hamma narsa plyus bo'lishi mumkin emas-ku, minusi ham bordir. Minusi Sosed.
Meni sosedda. Chunki sal Mendan so'ray, men bilaman. javod Sosed. qilaman dedi. Men sal anaqaradi. Isqirtiradi ozgina. Sosedda ko'p. Anaqaga vannaga kirganda boshida kirib olmas edi. Sochiq vanna turardi-da. Cho'milayotganimda bir boshimni yuvib chiqib ketardim-da, polni cho'milmas edim. Chunki sasib ketar sochiq, par bo'ladi-yu, par teganda sasib ketar, isparение bo'ladi. Oya sochig'ini majburlab yuvdirdi, endi hozir normalni. Endi hozir bir-birlardan o'rganasizlar-da, bu normalda. Bu yerda обязаловка-da, bu soset bilan bu sosetni qo'yish, bunaqa ikkita jo'ra turishi mumkinmi Qarang, yo'qmi? yo'q. Uning uchun sizlar bitta bo'sh xonani, u очень редко. Ha, bitta bo'sh xona. Bo'sh xona topish kerak, u juda редко bo'ladi. Chunki mana bu 2-kursda o'qiydi, bu 1-kursda o'qiydi, bu 3-kursda o'qiydi. Tushunyapsizmi? Hamma har xil chiqib ketadi, bo'sh joyga odam tiqadi. Ha. И bitta joy bo'shashi uchun это очень редко, там прям общежитиеda напряженно yurish kerak. Endi shu yerda savol. Mani oilam bo'lsa-chi? Семейный общежитие bor. Aha. Sizga bunaqa bitta blok beradi. Mana shu bunisi bilan birga. Bunisi bilan birga beradi. Siz bitta xonada er xotin yashaysizlar, bolalar. Bolalar bilan ham Bu berilyapti. yerda bor bitta o'zbek, unga telefon qildim, hozir aytdiki, men aka ishdaman dedi. Aha. Oilam O'zbekistonga jo'nataverdim, nimaga, Ramazonga. Atak ko'rsatardim, не жалко dedi. Ikkita bolasi bor, 3-bolani tug'yapti общежитиеda. Yo'q, serios? Ha? Ha, конечно, yashash arzon bo'lgani. Ha, yo'q. oynani ochib qo'ysa, bolalar qiy-chuv Ay, mana shunaqa. Bo'lgan tashqariga ham chiqib. Seriozmi? Lekin bu yerda men не привлекаю, hozir sizlarni o'qishga kirib, faqat общежитие uchun emas. Yo'q, bu один из Один этих из faktorlarda. плюсов, да. Endi qarang, men masalan xohlaymanki, komfortli xonaga yashashdi-da. Misol, shunaqa xonalar bor. Повышенный Sal ko'proq pul komfort. to'layman-u. Odam boshiga 7000-8000 rubl turadi. Yaxshi-ku. Yaxshi. Ichida qanaqa uni sharoiti? Yangi mebel, yangi remont, Qara chotki. cho'tkida. Kirasiz yevro remont bo'ldi. Yevro remont 2 kishi turadi. Bu yerda 3 kishi-ku. Aha. Ploshchatiga qarab beradi-da buni. Bu xona katta xona, ko'ryapsizmi? Ha, bu undan ko'ra kattaroq. Undan kattaroq. U kichkinaroq edi, shuning uchun 2 kishi turibdilar. Ha. Bu yerda 3 kishi. 7000 dan berasiz. Bu ham normalniy. Registratsiyasi ichida bo'lsa yana biling. Biling, Kommunalniy. Men o'zi kommunalniy o'ziga 7000 sarflayman-da, oddiy qilib aytganda. Omadsiz bersin. Hep remont qiling. yo'q, erinchoq bo'lmading. Ha, erinchoq bo'lmang. Zo'rlik Arslon, men общежитиеga maza qildim. Realni aytyapman, biz zo'rlarni ko'rsatish imkoniyati bor edi, masalan, toza, dahshat remont qilingan. Yo'q, biz как есть, o'zimizgilar qanaqangi xonada yashaydi, o'sha narsalarni ko'rsatdik. Bu hammasi realni. Moskovskiy politex. Hozir politexda ham videolar ko'rasizlar. Assalomu alaykum. Bular dastavkada. Shunga ham dastavka aytgan, qarang, magazinga tushishga erinadi. Studentlar. Men lekin borku, realni kelib ham o'qib, ham ishlagan bo'lardi. Men qarang, to'xtang. Siz mana o'qish kirishmasi kirdik. Endi baribir diplom ishi bor. Hammasida yordam beramiz. Hammasida. Yordam beramiz. Ha? Ha. Hammasida qo'ldan kelgancha qo'l cho'zamiz bularga. Ketdi, xiring qilib bordi. Xiring keladi, xiring ketadi. Bularni men ko'rib mazza qilaman. Вообще dardi yo'q. Chunki dardi Arslonbekda-da. Preobrazovaniyada. She'rda hozir bir nima desam, nolib ketdingiz-da. Yo, nolimadim. Ha. Bular meni aytayman-ku, men dehqon, bular meni mevalarim. Bu Studentlar yasagan. qanday studentlar yasagan? Studentlarimiz yasagan. Shu yerda ham savol qarang. Studentlarga mana metroda yurish uchun nima Biling, beradimi? aytmabsizda, men bolalarda bor edi. Ha, hammasida bor, ha? Sotsialniy kartalari bor edi. Borda? 800 rublga и Bir oy to'ldiradi. Bir oy и nima? Bezlimitniy metro, Ay. tramvay, marsrutka, avtobus hammasi. Da, men tushunaman, pul ishlash kerak. Da, men tushunaman, pul kerak. Uyni qilish kerak, uylanish kerak. Tushunaman hammasini. Lekin borku, hayot настолько qisqa. Bu hayotda o'qib, образование olishga ham uspet qilish kerak. Chunki odamni keyingi hayoti uni qayerda, qanaqa общество bilan, qanchalik o'ziga miyasiga quyilgan narsalar bilan o'lchanadi. Shuning uchun iloji boricha harakat qilinglar. Mana shu ishlash, pul topishni o'rtasiga o'qishni ham qo'shib ketishdi. Men o'zim shunaqa qilganman. Arslon shunaqa qilgan. Mana hozirgi kunda operatorlar shunaqa qilyapti. Haqiqatdan ham ko'p, endi men politsiyada ichida ko'p bo'lganim uchun, politsiya haqiqatdan ham juda ko'p o'zbeklarni tarbiyalab chiqardi. Chidolmagani отчисление bo'lib ketdi. Chimniy strana ham bor, endi bu yerda faqat остается сильный. Hayotga tayyor, kuchli insonlar qoladi. Ko'ryapsiz, jaydari bolalar.
O'qib yuribdi. O'qib yuribdi, желание topish kerak. Kim отчисление bo'ladi? Bir marta ham universitetga bormaganlar. U O'zbekistonda ham отчисление bo'ladi. U Tojikistonda ham отчисление bo'ladi. И когда ты не посещаешь, ты где находишься? Qayerdasan sen? Universitet senga вручаться qilgan. Ertaga nima ishlar qilib yuribsan? Bilmaydi-ku. Конечно, universitet o'zidan chetlatish kerak uni. Ertaga unga kelib babashga kallasiga bu narsa tushadi. Keraksiz odamda u. Конечно, Обществоga ham kerak yo'q. nima kerak unaqa? O'zini o'zi eplolmaydiganlarda. Shunaqa. Bu yerda qarangda, mana shu universitetda oladigan bo'lsak, dam olish xonasi bor. Stolovoy bor. Stolovoy bor. Sport zallar bor. Sport zal bor. Pastda hozir boramiz sport zalga ham. Sport zal. Bu yerda, короче, biz turnirlar qilardik. Bolalarni gumbur o'ynatardim. Yugur qilib. Mini futbol bo'ladi, yana nimadir. Короче, amerikanskiy жизнь. Sezayotgan bo'lsangiz, mana bu hammasi Moskovskiy politexda sponsorlari. 1S, Sberbank, KamAZ, Gazprom. Да, вот это вот все hammasi nima. Bu yerda, короче, mashg'ulot bo'ladi, paralar. Bu yerda чисто amerikanskiy жизнь bor-ku. Такой basketboldan qizlar chiqib turib. Bormi kadrda? Ana shunaqalari bor. Пожалуйста, ko'rsin. Qo'yib berasizlar. Men nostalgiya bu yerda Qanday mana qarangda mana shu o'tgan umringizga siz necha baho bergan bo'lasiz? 10 ballik sistemada. 10 ballik sistemada men berardim birinchi 2 yil, 2,5 yilga где-то 4-5. Keyingilariga уже 8-9 улучшение bo'lganda, tushunyapsizmi? Улучшение. Men bu yerda 2 yil ishladim. Sistema david qildi menga. Ertalab 9da ket, 8da ket. Menga hech kim hech narsa demasdi. Сам по себе. Ну просто menga orqa varotdan ko'p gap eshitaverganim yoqmadi. В любой компании это есть. Mana hozir o'zimning kompaniyamda ham orqamdan gapiradi, просто menga aytmaydi. Bu joylarni ko'rsatishda o'zi nerealni, oddiy qilib aytganda. Lekin Arslon iloji boricha ruxsatnoma olaylik, ko'rsataylik hammasini ichidan ko'rsatganimiz baribir boshqacha. Shuning uchun mana sharoitni ko'rdinglar. Endi biz bor narsani как есть ko'rsatib beryapmiz. Mana universitet, mana общага, mana Arslon, mana sport zal. Kimda o'zini jilaniyasi bo'lsa, o'qimoqchi bo'lib, o'smoqchi bo'lsa, hayotda kimdir bo'lmoqchi bo'lsa, nimagadir erishmoqchi bo'lsa, nafaqat materialni, balki umstvenniy bemalol Arslonga murojaat qilinglar deb ayta olaman. Chunki o'zini ishiga javob beradi. Bu joylargacha ham ko'p narsada gap o'tadi. Sizlarni tashab qo'ymaydi. O'qishga kirdinglar, bo'ldi, shunga yordam berdim, bo'ldi emas, balki shu sizlarni 4 yil mobaynida enagalik qilib keladi-da, oddiy qilib aytgan. Shuning uchun ham biz mana o'zimizni operatorlar ham student bo'yniga olib oxirgacha o'qitib beraman. Faqat ulardan talab qilinadigan narsalar mana shu. Shu narsalarni qilsa, men o'zimning ishimga javob beraman. Va operatorlar ham kirib o'qiyapti. Так что men sizlarga Rustam Rahmonov, Arslonbek Alimardonovni tavsiya qilaman. Agar Rossiyada o'qishga kirmoqchi bo'lsanglar, hayotinglarni o'zgartirmoqchi bo'lsanglar, mana. Лин, вопрос к вам. Хотел бы спросить у вас по поводу того, какую форму обучения вы бы советовали? Вы знаете, в нашем университете представлены все формы обучения, очень удобно. Есть очная форма, есть очно-заочная форма, то есть вечерняя форма, есть также заочная форма. Конечно же, каждый выбирает, которая форма наиболее подходящая под график, но, конечно же, я хочу акцентировать особое внимание и очень порекомендовать очную форму обучения. Ну, вы поняли, короче, очная форма обучения. Очная форма. Там очень много плюшек. Плюс к этому, ребята сейчас, скажем так, уже 11-й день весны 25 года. Как лучше и раньше или позже надо начинать выбирать себе университеты? Ну, конечно же, чем раньше, тем лучше. Возможностей в университете много, необходимо все изучить тщательно. Уверена, что в нашем университете каждый студент, каждый абитуриент найдет что-то свое, потому что специальностей огромное количество, бюджетных мест огромное количество, что очень важно, то, что граждане Узбекистана могут претендовать на обучение на бюджетных местах, что означает
вообще ничего платить за учебу им не нужно будет. Мало того, что если будут хорошо учиться, то также оплачивается стипендия ежемесячно. Поэтому необходимо ознакомиться со всеми условиями в университете, с теми возможностями в университете и, конечно же, начать подготовку заблаговременно. Я-то знаю, что почему надо выбрать именно таки в Москве, в целом в России, Московский политехнический университет, но было бы мне и в том числе аудитории интересно послушать, почему именно политехнический вуз. Ну, конечно же, Арслан, вы знаете, Арслан, вы у нас университет наш заканчивали, мы хорошо помним. И делаете такие огромные успехи, поэтому, мне кажется, это первая причина. Хочешь быть таким успешным, как Арслан, поступай в политех. Все круто, спасибо. Спасибо что вы большое. дали нам такую возможность. Поход в университет, в общежитие. В целом мы в спортзал сходили, посмотрели. Коридор ректора заглянули. Это тоже как бы немаловажно и очень круто было. Почувствовали вот это вот иногда порой напряжение, порой веселье, порой ностальгия от вуза. Алин, спасибо большое. Спасибо большое. Очень ждем вас в Московском политехническом университете и удачи вам на вступительных испытаниях. Всем пока.